Temirov, Tursunov, Samadov 2 oyda Navoiy Ozod yonidagi klasterda 1 milliard dollarlik 10 ta kam tonnanishli kimyo loyihalarini boshlasin. Islomov, Temirov hokimlar bilan birga ishlab, geologiyasini qilib, mavjud zaxiralarni to'liq ishga solsa, qo'shilgan qiymatni karra oshirsa bo'ladi. Masalan, Qoraqalpog'istonda, Surxondaryo, Qashqadaryo va Navoiyda 550 million tonna natriy va kaliy, 20 million tonna bentonit zaxiralari mavjud. Qayerda bunday imkoniyat bor? Ko'p hokimlar buni oddiy osh tuzi deydi. Bir tonnasi nari borsa 3 million so'm bo'ladi deb yuribdi. Vaholanki bu xomashyolar qayta ishlanib, kaustik soda ishlab chiqarilsa, qo'shilgan qiymat 3 baravarga oshadi. Bir tonnasi 650 dollar bo'ladi. O'zimizda xomashyo bor. Mana 100 yil egilib paxta ekkanmiz, egilib paxta terganmiz. Nima manfaat berdi u paxta? Mana qilsa bo'lar ekan, davlatda hech qanday aloqasi yo'q, klaster qilyapti, xususiy manfaatdor o'zi texnika olib kelyapti, o'zi urug' olib kelyapti, o'zi ilm olib kiryapti. Bu yerda ham xuddi shunday qilsak bo'ladi-ku.